Zo'r narsa ekan, ha? G'aybullami? Yo'g'on qiz. Niyat qildi. Nima qilib bo'lsa ham mana shu qizga uylanaman. Endi so'raganning aybi yo'q. Kelin bola nima ish qiladi? Endi onashga biza G'aybullaning o'g'liga o'ynagan qiz bizada. Kimni topding? Onajon, G'aybullani oldida o'ynash hammaga emas. Olaman. Menga qarang, kimga uylanayotganingizni bilib olsizmi? Ha, G'aybullani oldida o'ynagan qizga, sizga. Davay unda erta uchrashuv. Baxtda oyi. Ishonasizmi? Tushimga ham kirmagan siz bilan birga bo'lish. Bu ana G'aybulla To'yxunovni olti o'ynagan qizmi? Voy, bu ketdan tonish qilyapti-yu. Siz bilan jiyanlab turasini tutsak bo'ladimi? Men tezroq faqat shoshilyapman-da. Unashlang yigitim hozir sekin yo'qroq turing, iltimos. Bo'ldi, sog' bo'ling, rahmat. Bo'lasiz Tursunxon. Sizga ham qiyin ekan-a? Qanday qilib G'aybulla bilan o'ynagandingiz? Va eslay aytsam bor-u, shunaqa qiyinchilik bor edi boshimda. Intildim, harakat qildim, yashash uchun kurashdim. Voy, 3 kishi ko'ryaptim primoyizda. Endi bu ham omadda. Yashang, yashang. Dunyoning shodligi yig'ilsa butuni, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun. Bugungi kechamizning qahramonlari Jasurjon hamda Jamilaxonlarning Ey, uchirab o'zing qanaqa Jamila? Ana G'aybullaning o'g'liga o'ynagan qizdi. Tushundingmi? Sen bir G'aybullani oldida o'ynama ekan, ey! Michael Jacksonning oldida o'ynasang nima deyarding? Qara, ertaga bolalarimizdan so'rashsa, kimning o'g'lisan desa, G'aybullani oldida o'ynagan qizning o'g'liman deydimi?